Ha, bemor yotibsizmi? Maza yaxshimi? Yaxshi. Qani bir ko'rib qo'yaylik-chi. Nafas oling. Chiqaring. Chuqur. Yaxshimanmi, doktor? Ha, Xudoga shukr, yaxshisiz. Kelganingizda ahvolingiz og'ir edi. Rahmat doktor sizga. Qo'lingizda dard ko'rmasin. Qalay, ishtaha yaxshimi? Ishtaha yaxshi. Xudoga shukr. Nima yeyapsiz? Aytib qo'yinglar, chiqonni qulog'iday qilib tugib keladi. Maza qilib ichaman o'sha. Ishtaham yaxshi. Sizga xamir ovqat mumkin emas. Qani tushaveradi. Mana tushib Baqa olingchi. Qana turibdi. Baqa oling. Sizga umuman xamir ovqat mumkin emas. Nega doktor? Sizni bilasizmi, ichak mikrofloralaringiz buzilgan. Men hozir medsestralarga aytaman, suvni quyib berishadi. Bo'ptimi? Gazli suv mumkin emas. Bu narsalar endi go'shtli ovqatlar uydalar kelyaptimi? Ertaga tog'am keladi. Ertaga emas, indinga kelsin. Men indinga no'sha kelaman. O'tgan safar dimlama qilib keldi. Juda qo'llari shirin ekan. Dimlamani zakaz qiling. Kelgan qora non ham qo'shib kelsinlar. Men qora non. Qora non diyeta-ku, diyeta bo'lish kerak sizga. Pomidor bodringlar ham. Tushungan odam ekansiz. O'zingiz ulfat ko'rgan odam ekansiz. Sizga mumkin emas lekin pomidor bodring olib kelaversinlar. Keyin Nimasini yeyman uni olib kelsa? Ha, sizga quvvat bo'ladi. Men shu yerdaman-ku, siz yemassiz, men yeyman. Hech nimasi yo'q. Dorilarni vaqtida ichyapsiz? Ichyapman. Ha, sog' bo'ling. Mevalardan-chi? Bor mevalaringiz? Bor meva. Ha, mevalarni ham olib ketaman. Hozir medsestralar o'zlari archib, chiroyli qilib sizga to'g'ri olib kelishadi. Bo'ptimi? Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Shifo bo'lsin. Suvni kirgizib yuboryapman, ichib suvni ichib turaylik. Hozir suvdan kirgizib yuboraman. Tog'aga aytish esdan chiqmasin. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Qo'llari shirin ekan.